ovoz 50+ va bugun biz bilan yana Madlen. Qanaqa qilib siz bunchalik tez katta bo'lishga ulgurdingiz? Ovoz loyihasi odamni qaritib qo'yar ekan. Ha, bu oson emas. Lekin Madlen bugun ishtirokchi sifatida emas, qo'llab-quvvatlash jamoasidalar. Madlen oylari ishtirok etibdilar bugun. Zohida Umarova Gulistanovna 1967-yili 10-mayda tug'ilganman. Hozir men madaniyat markazi bor, shu markazda yurg'izaman. Mayli, farzandlarimni maqtayman. Farzandlarimga kelsak, ikkitasi mani izimdan ketdi. Men juda ham xursandman. Jana, мы с тобой два океана. Menga telefon qilishdi, Xalqaro do'stlik saroyining oldida. Yorqin xo'jani katta rasmi turibdi. Desa bilasizmi, men unga omad, baxt tilab yig'lab o'tirdim. Senga ozgina yaxshi ma'noda, chiroyli ma'noda hasad qilaman. Mana bugungi kunda Madlenushka qo'shiq aytayapti. Men ona sifatida uni qalbini chiroyliligini bilaman. Uni kamtarligini, samimiy odamligini bilaman. Mana shu hislatlari unga hamroh bo'lsin va bu hislatlar uni o'sha katta sahnalarga olib chiqadi, albatta. Bos! Birinchi mualliflik qo'shig'imni Seni izlab degan kino bo'lardi. Shu yerga bir qo'shig'imni qo'yishganda, o'sha meni birinchi mualliflik qo'shig'im edi. Keyin ko'p qo'shiqlar yaratdim, ammo efirlarga hech bermadim. Sabab ko'proq moliyaga kelib taqalardi, efirlarga pul berish uchun. Men unaqa sharoitim yo'q edi. 98-yili boshimga shunaqa ish tushdi endi. Ruhiy yo'qotish. Butun dunyoyim, butun hayotim, turmush o'rtog'imni yo'qotdim. Meni qo'shiq aytishga undaydigan, meni qo'shiq aytganimda o'zini baxtli his qiladigan odam faqat meni turmush o'rtog'im edilar. Hayotga, kelajakka tortib turadigan chorlovchim, mash'alam turmush o'rtog'im bo'lgan ekanlar va men nimagadir qo'shiq aytishdan to'xtadim. Va tamom. Repetitsiya qildinglarmi, qanaqa qo'llab-quvvatlash kerakligini? Yo'q. Yo'q, shunday kelaverdinglar. Bunaqa bo'lmaydi. Yo'q, biz tanish bilish qilmaymiz. Yo'q, tanish bilish. Yo'q, u ma'noda. Ay! Ramziy ma'noda. Ay! degan tanish. Yo'q, unaqa yo'q. Chin dildan bo'lish. Chin dildan. Bu yoqdan xavotir olmang. Mana ishonch bilan o'tkazib aytibdilar. Rahmat Xavotir olmang, hammasi joyida. Shakarim bolam, rahmat bolam. Sizga ham katta rahmat. Omad. Xuddi shunaqa kayfiyatda qaytishingizni kutib qolamiz. Rahmat. Sahnaga chiqib sizga qo'shiq aytayotgan san'atkor, menga ishoning, 80 yoshda ham baxtli. Yorqin Umarov, senga qanday men yig'lab o'tirgan bo'lsam, balki sen ham meni sahnada ko'rib yig'lab o'tirarsan. Onam sahnaga qaytibdilar. Men o'ylayapman, birinchi o'rinni olaman deb. Mana shunaqa kutayotgandim, mana shunaqa musiqalardan. Красиво, да? Ледяной горою айсберг из тумана вырастает Госин! и несет его течение по бескрайным, по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблем. А я про все на свете с тобою забываю, и я, любовь как в море, бросаюсь головой, а ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали по черною водой, и все твои печали по черною водой. А я про все на свете с тобою забываю, и я, любовь как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане.
И все твои печали черною водой. И все твои печали черною водой. Farruh Karimov. Anam, anam. Anam, anam. Ye qoyili. Teşekkürlerim. Teşekkürlerim. Teşekkürler. Kumuşayım, teşekkürlerim sizge. Mana xarizma, mana energiya. Bugun tanishlarni kuni ekan. Ming rahmat. Endi tomoshabinlarga o'zingizni baribir taniting. Umarova Zohida 59 yoshdaman. Atiya. Ya boshqa bu raqamni hech qachon gapirmang. Qayerdan bu farzandlarda bo'lgan bu iste'dod bu bo'lgan anaqa hammasi shu yerda ekanda. Tomoshabinlar ham tanidi, qarang olqishlarni Мне кажется, ko'rdinglar. Yorqunxo'ja не хочет bizani qo'shiq aytishimizni. Yorqunxo'ja bo'lguncha sizni hamma tanirdi. Tashakkur Bilasiz, sizga Kumushoyim. Aynan qanchadan beri qo'shiq aytib yurgansiz o'sha Sizni paytlarda. Oltinoyim degim keladi, chunki xarakteringizni bilaman. Rahmat. Oltin Kadirovna. Oltin Просто Kadirov, haqiqat. sin zat qizlari ham ajoyib qo'shiq aytadi. To'g'rimi? Madlen. Она тоже участвовала же. Yoshlarning orasidamidi yo kichkinalarning orasidami? Yo, yoshlarni. Yoshlarning orasida. Madlen. Yoshlarning orasida finallarda. Shunaqangi ismi Yo, men единственный. bolalarda bo'ldim. O'zbek tilida ham aytasiz. Aytib bering ozgina. Bir shingil. Tomoshabinlar. Oy ukam, Ana. Andijonli ukam, ey aman yo'q. Mikrofonni bundoq ushlab turing. Sizi shoxlab ko'zingizdan aman yo'q. Yo'q, ay yashay. Dadajonimga, rahmatli dadamga bir kun aytgandim. Nega qizim sen chiqib qo'shiq aytmaysan? Sen sahna odamisan degandilar. Men dedim, dadajon, balki qariganimda aytsam kerak. Hozir bolalarni katta qilib olay degan ekanman. Hozir esladim orqada o'tirib. Bolalarni katta qildik, endi sizlar uchun aytaman. O'shanga shunaqa yosh ko'rinar ekansiz-da, ha? Rahmat. Qarimayapsiz. Xo'p. Tуда или сюда? Так как у вас bittagina ayol va Oltinoy, я ее почему-то yoshliklaridan Oltinoy degim keladi. Ofarin. Знаю, да, характер у нее мягкая. Живите долго и останьтесь такой Ko'p же yashang. красивая. Oltinoyimni tanlayman. Yes, bravo. Rahmat. Bravo. Keling bo'lmasam, mana shu go'zallik komandasiga. Kumush Kadirovna, sizni tabriklab qolaman. Zo'r ishtirokchi oldingiz o'zingizga. Favorit bilan. Oy, Xalq sevadi sizni. высокая, стройная. Go'zallik, nima u? Go'zallik. За то, что вы есть. Tabrik. Farruh aka, sizni ming yildan beri sevaman. Kim sizni afsona desa, siz haqlisiz. Rahmat. Haqlisiz. Rahmat. Mana bu yigitni 2 kundan beri kuzatyapman. Bu tomonda o'tirdim. Такой pozitivchik va chiqqan san'atkorga oyog'i qaltiraydim yordam berib o'tirdilar. Hammasiga. Qarang. Bu uchun meni sizga ta'zimlarim. Bo'ldi, ko'rishamiz Rahmat endi sizlarga. repetitsiyada. Rahmat, ko'rishamiz. Tashakkurlar. Welcome. Xo'sh, birinchidan sizni qatnashishingiz kerak deb ro'yxatdan o'tkazib majburlaganlarga aytadigan gaplaringiz. Madlenochka, seni yuzingni yerga qaratmadim. Ana говорит, mama, siz zo'rsiz, to'lqinlamang, hayajonlamang. Oldimga o'tiryapti, hozir naryoqda, ana yo'lakka o'tiryapti. Mam, kuchliman deb disko. Ana kuchli, qani kuchlingiz, hayajon bosyapti, mama. Ana kuchli. Siz qancha bo'lsa to'lqinlaring, hayajonlaring yarashar ekan sizga. Rahmat. Tabriklayman, siz ovozdasiz. Tashakkurlarim bo'ladi. Men o'yladim, bu yoqda rus ayoli turibdi. Yoshi ulug', Juda priятный inson ekanlar. Hozir bundoq nazorat qilsam, Men ham hayratda qoldim. Juda. tako уже ko'p yoshli, mana shunaqa ayol. Bular bilan charchamaysiz lekin. Hech kutmagan edim Вы с rostini ней aytsam. вообще не устанете, мне кажется. Я Энергия ожидала, океан. я не ожидала. Mon ekan energiyalari.